Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa mana Jizzaxga ishlarimiz ham tayyor bo'ldi. Razmerlarga keladigan bo'lsak 2 metrligidan bu razmerimiz 170. Bu razmerimiz 240. MDF materialdan bo'ldi hamma yo'g'i, fotonlari bilan chiroyli qilib tayyorlab berdik. Xudo xolasa mexanizmlari ham vakuum bo'ldi. Eng glavniysi arzon ishlab turib kronka bosib qo'ymadik. Bunga zavodskoy PVH bosib berdik, pomning. Eshiklari krashinning, laklari sepilgan, vakuumli shamnillarda hamma yo'g'i. Endi buni ranglariga keladigan bo'lsa, duplatan ranglari bor. Har xil ranglarda tayyorlab berish mumkin. Mana bu duplatan rangi, xudo xolasa golblari bilan chiroyli turibdi bu. Bularda bunimiz 240 razmerda, buni 280 gacha razmerlari bor. 280 gacha tayyorlab beraveramiz, xudo xolasa. Anjom bo'ylab dastlabkalarimiz bor. Olib borib o'rnatib berishimiz ichida. 170 santimetrligi 2 million so'm, 2 metrligi 2 million 200 ming so'mdan turishi, 240 2 million 800 ming so'mdan. Endi bu yerga o'tadigan bo'lsa 280 ligi bor. Bu bozorda juda kam. Bu razmeri 280. Pomni tayyor. Buni 2 million 900 ming so'mga olib borib o'rnatib beramiz. Vodiy bo'ylab dastlabkamiz tekin. Olib borib o'rnatib berish ichida, yo'lkaralari ham ichida. Aloqaga chiqarasizlar, xudo xolasa Anjom bo'ylab, vodiy bo'ylab olib borib o'rnatib beramiz. Zakazlarga ham tayyorlab beraveramiz.